$830 evaziga Toshkentdan va Vodiydan umra safariga borishlari mumkin. Bu qanaqa bo'lar ekan degan obunachilarimiz uchun, agar sizlarda vizalaring bo'lsa, Toshkentdan ham $830 ga ketishlaring mumkin, Vodiydan ham $830 ga ketishlaring mumkin. Videomiz oxirigacha ko'rib tursalar, qachonga reyslar bor, to'lov masalalari qanaqa degan obunachilarimiz xudo xolasa hamma savollarga javob olishlari mumkin. Videoda boshdan bittadan like bosib qo'ysalar, xudo xolasa biz sizlarga Abdug'offorgadan to'liq ma'lumotni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, rostdan $830 ga borishsa bo'ladimi? Albatta, agar vizalari bo'lsa. Agar vizalari yo'q bo'lsa $930 dan qilib beramiz. Vodiydan ham, Toshkentdan ham narx hammasiniki bir xilda. $930 birinchi marta borayotganlar uchun. Agar 1 yillik vizani olib, agar 1 yil to'lmagan bo'lsa, vizalari borlar o'zi bilishadi. Ularga $830 bo'ladi. Xo'p, qaysi kunlarga bor deydiganlar uchun Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz 1-avgust, 2-avgust, 3-avgust, 4-avgust, 5-avgust, 6, 7, 8, 9-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz. Buni narxi o'sha aytganimizdek $930. Biz Vodiydan boramiz deydiganlar uchun Namangandan, Andijondan, Farg'onadan primoy reyslarimiz qo'yilgan. Namangan Madina, Andijon Madina, Farg'ona Jidda bo'ladi. Bularning kunlari 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9-avgust kunlari qo'yilgan. Bular telefon qilsalar qaysi chisloda, qaysi viloyatdan ketishni aytamiz. Masalan, Farg'onadan qaysi kun, Namangandan qaysi kun, Andijondan qaysi kun, o'shalarni o'zimiz tushuntirib aytamiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bularning ham narxini $930 qilib beramiz. Hammasiniki narxi bir xil. Xohlasa telefon qilib, joylarini bron qilib, qaysi joydan ketishini aytsa, qizil pasportlarni tashlab bersa, sizlar joylarni bron qilasizlar. Biletlar, vizalarni hammasini tayyor qilib, aeroportga borib uchib ketish qoladi xolos. Xudo xolasa necha kishi bo'lsa, chiroyli qilib qilib. Ko'pchilik bo'lib borayotganlarga skidkalar bor aka. Jindekkina qilib beramiz. Masalan, aytayotgan narximizdan. Aytgan narxdan xudo xolasa qilib beriladi. Endi mana sharoitlar tushuntirib bersiz aka. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metrga sinsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Xo'p, qaysiga sinsamiz bo'sh bo'lsa, o'shga tushadi xudo xolasa. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, undan tashqari 50 bosh xizmati iloji boricha billa borib, billa kelishadi 50 boshimiz. Xo'p, firma tomonidan keyin kamzil, so'mka, bejik beriladi. Xo'p, iloji boricha vizalarni ham qo'llariga chiqarib beramiz xudo xolasa. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Bonus sarafasida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Gap yo'q. To'lovlar qana bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimiz xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimiz respublika bo'yicha 3 ta viloyatda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor va Toshkentda bor. Xo'p, yo'q bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun mana shu nomer, o'zimning nomerim, ismim Abdug'offor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Onlayn joylarga qanaqa bron qilishlikni o'zimiz tushuntirib beramiz xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Pastda nomerlar qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib, xudo xolasa bilmagan savollaringizga javob olishlaring mumkin. Joy bron qilish uchun aloqaga chiqinglar. Chiroyli qilib sizlarga qilib beriladi. Aytib o'tganimizdek, ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga aytilgan narxdan yana xohlasa videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar, birinchilardan bo'lib videomiz chiqib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha